mümkünmü? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Sizga gullar olib keldim. Doktor Freydis berib yubordi. Doktor Freydis berdilar. Yaxshi kayfiyatda bo'lsin, doim sog' salomat bo'lsin deb berib yubordi sizga. Yaxshi dam oldingizmi? Qanaqasiz? Rahmat, qizim yaxshi. Ajoyib. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, kayfiyatlarim ham yaxshi. Ketadi. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Ina men Andijonda sihat klinikasiga keldim. Instagramlarda meni kuzatib, ko'p vaqtlarni kuzatib yurardim. Shu yerga keldim ina. Mr. Pradipni nimasida mana shu qizlarni bir nima deydi, tashkillashtirib, nima qilib oyog'imni Mr. Pradip ko'rdi. Kichkina jarrohlik operatsiyasini qilamiz dedi. Bugun 3 kun bo'ldi. O'zi men akşam yurib boshladim. Sog'lig'im yana yaxshi, ajoyib. Qizlarim, hemşire qizlar, hammasi yaxshi. Vaqtida keladilar, o'quvlarni qo'yadilar. Men dum mamnunman bulardan. Tashakkur bildiraman bularga.